asosiy narsalardan biri gitara va uni sozlab olish. Dastlab biz gitarani sozlab olish uchun gitara tuner degan приложение kerak bo'ladi. Bunda gitarani akustik gitara va klassik gitaralarda sozlab olish zarur. Ya'ni har bir simning to'g'ri bo'lganimizdan so'ng biz akkordlar, ya'ni birinchi lat, ikkinchi lat, uchinchi lat, 4, 5, 6 va hokazo latlar va strunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 strunlar iborat. So'ng bizga kerak bo'ladi akkordlarni o'rganishimiz kerak, eng kerakli akkordlar va ritmlar. Biz soddasidan boshlaymiz. Dastlab biz M akkorddan boshlaymiz, ya'ni M akkord shu. Bu AM akkord. Bu DM akkord. Shu 3 ta akkord orqali qo'shiq aytish, ya'ni bu akkordlarni to'g'ri bosish, ularda musiqaga kelma-kelligini o'rganamiz. Keyin shu bilan birgalikda bitta ritmni o'rganib ketamiz, ya'ni 2, 4. Asosiy akkordlar hisoblanadi. Bu akkordlar yordamida turli xil musiqalar chalish mumkin, turli xil qo'shiqlar aytish mumkin. Masalan, juda mashhur bo'lgan o'zbekcha, hindcha, turkcha va hokazo qo'shiqlarni aytishimiz mumkin. Masalan, yuragimni kuydirgan sanamo, sanamo, ko'zlaringni qo'shiqlarni chalib o'rgansak bo'ladi. Shu bilan birga bugungi darsimiz tugadi. Bizga asosiy narsamiz dastlab akkordlar yaxshilab bosish. Bu birdaniga o'rganadigan narsa emas. Avval AM akkordi, keyin AM akkordi va DM akkordlar. M akkord, AM, DM. Shunday qilib bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsga ko'rishguncha xayr, yaxshi qolinglar.